Eshityapti. Xo'p, bo'lmasa mana silindrik kondensatorga kelgandik. Mana silindrik kondensatorimizda mana ikkita silindrdan tashkil topgan bo'ladi. Xuddi truba shaklida ichida bitta silindr, tashqarisida bitta silindr. Uni orasida dielektrik bilan to'ldirilgan bo'ladi. Mana uni sig'imini hisoblaydigan bo'lsak, biz S barobar 2pi epsilon epsilon 0 L taqsim ln R taqsim katta R taqsim kichkina R deb demak hisoblab ketaveramiz ekan. Xo'p. Endi kondensatorlarni ulash bor. Kondensatorlarni ulash ketma-ket ulash mumkin, parallel ulash mumkin kondensatorlarni. Va aralash ko'rinishda ham ulash mumkin. Mana ketma-ket ulaganimizda umumiy sig'imni hisoblaganda 1 taqsim S umumiy deb topamiz. Mana 1 taqsim S umumiy teng 1 taqsim S1, 1 taqsim S2 deb hisoblaymiz. Parallel ulaganda esa oddiy demak qo'shib qo'yaveramiz. Mana S1 plus S2 plus Sn deb demak hisoblab qo'yaveramiz. Agar enta bir xil kondensator ketma-ket ulangan bo'lsa, u holda umumiy sig'imni topganda S taqsim n bo'ladi. Ya'ni n ga bo'lamiz. Umumiy sig'im kichrayadi. Parallel ulaganimizda esa n marta ortadi. Mana S ko'paygan n deb hisoblaymiz. Endi kondensatorning energiyasini hisoblash bor. Demak, misol uchun nechadir joule energiya to'playdi kondensatorlar. Demak, uni hisoblaganda u taqsim 2 yoki s u kvadrat taqsim 2 yoki bo'lmasa u kvadrat taqsim 2s ko'rinishida demak 3 xil formula yordamida hisoblaymiz. Bu yerda Q deganimiz zaryad miqdori, U kuchlanish, S kondensatorning sig'imi hisoblanadi. Xo'p. Endi zaryadlar bilan tanishib chiqdik. Endi shu zaryadlarni harakatlantirsak, mana o'tkazgichlar ichida zaryadlarni harakatlantirsak, mana rasmdan ham ko'rishimiz mumkin. O'tkazgichlar ichida zaryadlangan zarrachalar harakatlansa, bu elektr tokini hosil qiladi. Agar shu zaryadlangan zarrachalar o'zgarmas tezlik bilan harakatlansa, bu o'zgarmas elektr toki deyiladi. Agar ular qandaydir bir tezlanish bilan yoki sekinlanuvchan harakatlansa, u holda ular o'zgaruvchan elektr toki deyiladi. Agar bir xil tezlik bilan harakatlansa, demak zaryadlangan zarrachalar o'tkazgich ichida. Demak, o'tkazgichlar nima? Misol uchun metallar elektr tokini o'tkazadi, dielektriklar esa o'tkazmaydi. Yarim o'tkazgichlar ham elektr tokini o'tkazadi. Ana shunday. Demak, jismlarning ichida zaryadlangan zarrachalar harakatlanadi. Demak, bu harakat elektr toki deyiladi. Endi shu elektr tokini qanchalik katta yoki kichik ekanligini xarakterlash uchun tok kuchi degan kattalik kiritamiz. Demak, tok kuchi degani I deganimiz bu Q taqsim T deb topiladi. Mana Q zaryad miqdori T vaqt, ya'ni o'tkazgichni mana ko'ndalang kesim yuzasidan vaqt birligi ichida oqib o'tayotgan zaryad miqdoriga demak biz tok kuchi deymiz. Mana birligi amper, amper metr yordamida o'lchanadi. Xo'p. Endi keyingi kattaligimiz bor, bu tok zichligi deyiladi. Demak, tok zichligi degani bu J bilan belgilaymiz. Mana J deganimiz bu I taqsim S bo'ladi. Ya'ni tok kuchini yuzaga bo'lsak, bizda tok zichligi kelib chiqadi. Birligi amper taqsim metr kvadrat bo'ladi. Endi elektr yurituvchi kuch degan kattalik bor. Bu akkumulyatorlarda bo'ladi. Buni Y harf bilan belgilaymiz yoki epsilon bilan belgilashimiz ham mumkin. Bu A tashqi bo'lingan Q bo'ladi. Ya'ni zaryadlangan zarrachani tashqi kuchlar tomonidan ko'chirishda bajarilgan ishga son jihatdan teng bo'lgan kattalikka aytiladi. Kuchlanishni boya ham o'tdik. U bilan belgilaymiz. Bu fibr minus F2 ko'rinishida ifodalanadi. Keyin materiallarni demak elektr qarshiligi mavjud yoki moddalarning elektr qarshiligi desak ham bo'ladi. Buni R bilan belgilaymiz. Bu rho L taqsim S bo'ladi mana. Rho bu solishtirma qarshilik deyiladi.
har bir moddani o'zini solishtirma qarshiligi mavjud bo'ladi. L demak mana uzunligi, mana chizmadan ko'rishimiz mumkin. O'tkazishning uzunligi, S esa uni demak ko'ndalang kesim yuzasi. S deyiladi. Mana S o'rnini agar u doira shaklida bo'lsa, pi r kvadrat qo'yishimiz mumkin. Xo'p, elektr o'tkazuvchanlik degan kattalik mavjud. Elektr o'tkazuvchanlikni sigma bilan belgilaymiz. Bu qarshilikka teskari kattalik, bu 1/r bo'ladi. Keyin solishtirma o'tkazuvchanlik bo'lsa, buni gamma bilan belgilaymiz. Bu 1/ρ bo'ladi. Ya'ni solishtirma qarshilikka teskari kattalik. Xo'p, endi zanjirning bir qismi uchun Ohm qonunini ko'radigan bo'lsak, buni I barobar U taqsim R ko'rinishida yozamiz yoki F1 minus F2 taqsim R bo'ladi. Ya'ni kuchlanishni qarshilikka bo'ladigan bo'lsak, bizda tok kuchi kelib chiqadi. Demak, uni grafikini qarasak, mana I ni U ga bog'lanish grafiki mana to'g'risidan iborat bo'ladi. Undan tashqari J teng E taqsim ρ degan formulani ham keltirib chiqarishimiz mumkin. Mana tok zichligi maydon kuchlanganligiga bog'liq formulasi J teng E taqsim ρ bo'ladi. Endi xuddi kondensatorlar kabi elektr qarshiliklarni ham ketma-ket ulash mumkin. Mana misol uchun lampochkalarni ketma-ket ulash mumkin, diodlarni ketma-ket ulash mumkin. Bular hammasini elektr qarshilikka ega bo'ladi. Ketma-ket ulasak, umumiy qarshilik yig'indi ko'rinishda topiladi. Agar n tab bir xil ulasak, n ga ko'paytirib qo'yaveramiz. Endi parallel ulash ham mumkin. Mana lampochkalarni chizmadan ko'rishimiz mumkin, parallel ulash mumkin. Parallel ulashda umumiy qarshilikni 1/r ko'rinishda topamiz. Mana 1/r umumiy, 1/r1 plus 1/r2 va hokazo 1/rn bo'ladi. Agar n tab bir xil o'tkazgich ulansa, demak umumiy qarshilik n marta kamayadi. Mana r taqsim n deb hisoblab ketaveramiz. Xo'p. Endi o'zgarmas tokning ishi mavjud. Buni ham A bilan belgilaymiz. Mana o'zgarmas tokning ishi degani, demak, u ko'paytirilgan U deb topiladi. Ya'ni zaryad miqdorini kuchlanishga ko'paytirsak, o'zgarmas tokning bajargan ishi kelib chiqadi. Buni demak mana boshqacha yozishimiz mumkin. Ya'ni I UT yoki I kvadrat RT yoki U kvadrat R ko'paygan T deb yozsak bo'ladi. Xo'p. Keyin quvvatini yozadigan bo'lsak, o'zgarmas tokning quvvati, demak, quvvat degani buni mexanikada ham o'tganmiz, n teng A taqsim T bo'ladi. Ya'ni bajarilgan ishni vaqtga bo'lsak, quvvat kelib chiqadi. Yuqoridagi formulalarda vaqtni olib tashlasak, bizda quvvat kelib chiqadi. Quvvat formulalari kelib chiqar ekan. Endi eng asosiy elektr tokida ishlatiladigan qonunlardan birisi bu Joule-Lenz qonuni. Ya'ni o'tkazgichlardan tok o'tganda qizadi. Buni demak biz hayotda ham ko'p ishlatamiz. Joule-Lenz qonuni asosida demak bizda isitgichlardan shu qonun asosida foydalanamiz. Ya'ni choy qaynatamiz tepali yordamida yoki dazmol qilamiz uttik yordamida yoki bo'lmasa fen ishlatamiz, unda ham issiqlik chiqaradi yoki uyni isitishda, suvni isitishda ariston foydalanamiz. Bular hammasi Joule-Lenz qonuni asosida ishlaydi. Ya'ni Joule-Lenz qonuni nima deydi? O'tkazgichlardan elektr toki o'tganda o'tkazgichlar qizadi. Ana shu demak effektdan foydalanib hayotda demak ko'p demak tajribalar va amaliy ishlar qilinadi. Endi masalalar qismiga keladigan bo'lsak, mana birinchi masala, bizga shunday masala berilgan bo'lsin. Mana 9-birinchi masalada vodorod atomining yadrosi bilan elektron orasidagi tortishish kuchini toping deyilgan.
Demak, vodorod atomining radiusi 0,5 santimetr deb berilgan. Endi Kulon qonuniga asosan formula F teng K kubur kubik taqsim R kvadrat bo'ladi. Demak, bizda vodorod bo'lgani uchun vodorod birinchi raqamda joylashgan. Birinchi nomerda uni bitta elektroni va bitta protoni bo'ladi. Shu sababli kubur ko'paygan kubikning moduli bizda Y kvadratni beradi. Ya'ni proton ham Y, elektron ham Y, modul bo'lgani uchun musbat manfiyligini ahamiyati yo'q, Y ni kvadratini olib ketaveramiz. Masofa R deb berilgan, mana 0,5 santimetr. Santimetrni metrga o'tsak, mana bu 10,8 10 bo'ladi. Y ni o'rniga mana 1,6 10,19 qo'yamiz va ularni mana formulaga qo'yib, o'rniga qo'yib, mana K ni o'rniga 9 qo'yamiz. Chunki bu doimiy son, bu o'zgarmaydi hech qachon. O'shani qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, demak bizda mana 9,22 10,8 newton ekanligi kelib chiqadi. Ya'ni vodorod atomidagi elektron va proton bir-birini tortar ekan Kulon kuchi yordamida va bu kuchimiz 9,22 10,8 newtonga teng ekan. Keyingi masalani ko'rsak, mana 922-masalada aytiladi. Bir valentli iondan 2,8 santimetr uzoqlikdagi elektr maydon kuchlanganligini aniqlang. Mana bir valentli desa, uning zaryadi bitta elektron zaryadiga teng bo'ladi. Ya'ni u moduli Y ga teng, u ham bo'lsa 1,6 ga teng. Masofamiz R deganimiz 2,8 santimetrga teng. Santimetrni metrga o'tsak, 10,8 10,10 bo'ladi. Buni ham mana formulaga keltirib qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, maydon kuchlanganligimiz bizda demak 3,6 10 volt taqsim metr ekanligi kelib chiqar ekan. Endi keyingi masalamiz qaraydigan bo'lsak, mana 953-masalada aytayapti. Yassi kondensator plastinkalar orasidagi potensiallar ayirmasi 90 volt. Har bir plastinkaning yuzi 60 santimetr kvadrat va zaryadi 10⁻⁹ kulon. Plastinkalar bir-biridan qancha masofada turishi topilsin deyilgan. Demak, plastinkalarni orasidagi masofani topish kerak. Buning uchun biz yassi kondensatorning sig'imi formulasini bilishimiz kerak. Mana sig'imi, yassi kondensatorning sig'imi S deganimiz epsilon 0 S taqsim D edi. O'zi epsilon 0 edi. Bu yerda havo plastinkasi bo'lgani uchun, demak, epsilonimiz 1 ga teng bo'lib ketyapti. Mana sig'im ikkinchi tomondan Q taqsim U ga teng. Ikkalasini tenglashtirib yuborib, shu yerdan D ni topsak, demak, epsilon 0 S U taqsim D bo'ladi. Endi buni mana ma'lumotlar mana nima berilgan bizga? Kuchlanish berilgan 90 volt deb, yuzasi berilgan, zaryadi berilgan, epsilon 0 o'zi doimiy kattalik. Hammasini o'rniga qo'yib hisoblasak, D deganimiz bizda taxminan 4,78 millimetr ekanligi kelib chiqar ekan. Xo'p, endi keyingi masalamiz ham kondensatorlarga doir masala. Mana nima deyapti? Yassi kondensator plastinkalarining yuzi 100 santimetr kvadrat va ularning oralig'i 5 millimetrga teng. Kondensatorni zaryadlaganda 4,19 joule issiqlik ajralib chiqqan bo'lsa, deydi, kondensator plastinkalari qanday potensiallar ayirmasigacha zaryadlangan deyapti. Demak, buni hisoblash uchun kondensator energiyasi formulasini ishlatamiz, ya'ni W barobar SU kvadrat taqsim 2 ishlatamiz. Biz shu yerdan demak U ni hisoblab topsak, mana S ni o'rniga epsilon 0 S taqsim D qo'yamiz. Bu yerda demak havo plastinkasi bo'lgani uchun epsiloni berilmagan. Shuning uchun uni 1 deb olib ketaveramiz, epsilonni. Va mana oldin sig'imni hisoblab olamiz, o'rniga qo'yib, hamma narsa berilgan.
sig'imni hisoblasak 1,77 10 - -11 farad kelib chiqar ekan. Uni endi mana energiya formulasidan uni topsak, demak u deganimiz bizda mana 10⁴ volt ekanligi kelib chiqar ekan. Mana bu yerda mana uni topsak, ildiz ostida 2W taqsim S bo'ladi. Mana W o'zi berilgan edi. S'ni mana topib oldik. Keltirib o'rniga qo'ysak, demak bizda 10⁴ volt ekanligi kelib chiqar ekan. Xo'p, endi 10-bo'limni ham ishlashimiz kerak. Biz hozir bugungi darsimizda uyga isfa qilib 9 va 10-bo'limlarni sizlarga uyga isfa bo'ladi. Kitobdan, Wolkenstein kitobidan 9 va 10-bo'limlarni ishlaysizlar. Endi shu 10-bo'limdan masalalarni qarasak, mana 10-bo'limda aytyapti: mis va alyuminiydan qilingan ikkita silindrik o'tkazgichning uzunligi va qarshiligi bir xil bo'lsa, mis sim alyuminiy simdan necha marta og'ir deyapti. Xo'p, demak birinchi elektr qarshiligi formulasini bilib olishimiz kerak. Elektr qarshiligi deganimiz R, bu ρ taqsim S bo'ladi. Bu yerda ρ solishtirma qarshilik, S ko'ndalang kesim yuzasi. R va L bir xil deyapti. Uzunligi va qarshiligi bir xil deyapti. Shuning uchun mana ikkita qarshilikni tenglashtirib yuborsak, ρ alyuminiy taqsim S alyuminiy teng bo'ladi ρ mis taqsim S misga. Bu yerdan S mis taqsim S alyuminiy topsak, ρ mis taqsim ρ alyuminiy kelib chiqadi. Mana endi massa formulasini qarasak, massa deganimiz bu ρm SL bo'ladi. Bu yerda ρm degani demak zichlik, bu ham lekin massaviy zichlik, ya'ni massani zichligi. Boyagi ρ esa bu solishtirma qarshilik edi. Va ikkita mana massani nisbatini olsak, m misni m alyuminiyga bo'ladigan bo'lsak, demak ρ mis bo'lingan ρ alyuminiy ko'paygan S mis taqsim S alyuminiy bo'ladi. S mis taqsim S alyuminiy o'rniga boya yuqoridagi ρ mis taqsim ρ alyuminiy qo'yib, demak bularni ikkalasini nisbatini, bular hammasi jadval kattalik. Mana ρlarning barchasi demak kitobning orqasida ilova qismida berilgan bo'ladi bizga. O'shalarni o'rniga qo'yib, demak nisbat olib yuboradigan bo'lsak, demak bizda taxminan nisbatimiz 1,977 ga tengligi kelib chiqar ekan. Ya'ni mis alyuminiyga qaraganda 1,977 marta og'ir ekanligi kelib chiqar ekan. Xo'p, mana shu bilan bugungi demak amaliy mashg'ulotimiz tugadi. Savollar bo'lsa beringlar. Kim darsda qatnashayotgan bo'lsa, guruhga ism familiyasini va guruh raqamini yozsin. Yozmaganlar bo'lsa, yo'qlamani shunga qarab qilamiz. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. 255-guruhdan Beko'sinov Shahriyarman. Soat 2:30da kirib edim. Shahriyar, mavzu bo'yicha savollaring bormi? Bugungi mavzumiz nima edi ustoz? Men sal kechroq kirib edim. Bugun demak elektr bo'limini o'tdik. Keyin u kitobni nerdan netamiz? Hozir uyga yozib berdingiz-ku. Kitobni Telegram guruhga tashlab qo'yibman. Moduldan bor. Modulga girsangizlar, amaliy mashg'ulot desangizlar, shu yerda o'quv qo'llanma deb yoki darslik deb turibdi. Endi uni sizlarga darsni boshlagan vaqtimda guruh xonasida tashlab berdim, lekin Wolkenstein degan kitob PDF faylini Hozir tashlab bugun ham qo'ydim. tashlab qo'yasizmi shu guruhga? Esa bugun ham tashlab qo'yaman. 255-guruhga tashlasang bir tane guruhga yo qaysi guruhga tashlab qo'yasiz? O'zim sizlarni bir guruhingizda borman. Общий 137 odam bor guruhda. Shunga tashlab qo'yavering, shu yerdan netaman. Shu guruhga tashlab qo'yaman hamma narsani. Esa kitobni ham Har tashlab bir bering ustoz. guruh bilan alohida laboratoriya darslarini ham o'tamiz.
Yaxshi. Keyingi haftadan boshlab Xudo xolasa har bir guruh bilan alohida laboratoriya darsi o'tiladi. Laboratoriya darsi har bir guruhga alohida o'tiladi. Hozir amaliy Yaxshi. mashg'ulot bilan ma'ruza darslari общий 5 guruhga ham biratib o'tilib turibdi. Endi laboratoriya darslarida alohida o'tamiz. Yaxshi domla. Testlarni ishlab yuribmizlar. Oraliq nazorat degan testlarni 4 dona testni. Domla, assalomu alaykum. Shu test bo'yicha Va alaykum bir assalom. narsa so'ramoqdim. Ha. Domla, boshida ishlaverdim bir qator. Keyin qaytadan yana ham qo'shimcha mavzular bo'yicha test joyladingiz. Keyin qaytadan bu vaqtda ishlagandan keyin baholar chiqib turadi. Avvalgi ishlagan baholarim banda ko'rsatmaydi turibdi. Uni zarari yo'qmi yo qaytadan ham ishlashimiz kerakmi? Yo'q, hozir nechik bo'ldi bir e, talabalar o'chirib qaytadan qo'shib beringlar dedilar. Lekin testni ishlangani banda o'zini kirib ko'radigan bo'lsam, necha ishlagan bo'lsam shu bo'yicha ball ko'rsatib turibdi-da, banda общийda ballar qo'shilmay turibdi. Qaytadan ishlasam, banda toza ishlaganimni ko'rsatib, avvalgi ishlaganlar ko'rsatmay turibdi. Agar shu bo'yicha nima bo'ladigan bo'lsa, qaytadan takrordan ishlab beraveralimi? Yo uni hech narsa yo'qmi, daxli yo'qmi? U qayta ishlasangizlar o'zingiz uchun foyda. U qayta ishlab shuni o'rganinglar deb tashlab qo'yibman-da oldindan. Agar o'rgangan bo'lsangiz ishlash shart emas. U menda turibdi, u hammangizni avval ishlaganlaringiz ham turibdi. Prosta hozir bizlarga aytdilar, studentlarni toza qo'shilgan studentlar bor dedilar. Shuning uchun hammasini o'chirib qaytadan qo'shib beringlar dedilar. Shu vaqtida sizda ko'rsammay qoldi-da endi, to'g'rimi? Avangdami, shunday bo'ldi. Shuning uchun ko'rsammay qoldi u sizlar. Hozir tozalar qo'shilib turibmi qarshi? Ava gruppa qo'shilib turibdilar. Toza odamlar qo'shilib turibmi? Shularni qo'shib turibmizdan qarshi modular. Oraliq nazorat sanasi ma'lum bo'ldimi? Chiqmadimi oraliq nazorat sanasi? Modulda ko'rsam, domlalar shu bo'yicha men ham qarab ko'rdim, qachon aytadi ekan deb. Ya domlalar xabar beramiz, tavsiyalarim bunayam. Mana shu Ollavergan damlaz aytishi kerak sizlarga oraliq nazorat sanasi falon chislada bo'ladi debdi fanlarda. Sizlarni shu Ollavergan damlalarga biriktirib qo'yibdilar. Hozircha aytmadilar o'xshaydi domlalar. Aytmadilarmi? Yo'q, aytmadilar. Asa keyingi darsgacha aytsalar, men Xorasga ketmayman, palonchi sanada oraliq nazorat bo'lib yodimdan chiqib ketmasin deyman-da. Guruh Gruppada starstalari havola turadilar. starstalari aytadilar-da uni. Starstalari aytsalar, sana har bir fandan oraliq nazoratni sanalari chiqadi. Oldindan bir hafta oldin, ikki hafta oldinmi chiqadi-da u. Oraliqdan oldin. Shu vaqtda men ham yodimga solinglar, palonchi soda fizikadan ekan deb, yaxshimi? Men yodimdan chiqib ketishi mumkin-da. Yaxshi domlalar aytib qo'yamiz. Mhm. Yaxshi. Asa shu bilan bugungi darsimiz tamom. Testlarni Yaxshi, ishlanglar, rahmat testlarni. domla. Yaxshi. Testlarni ishlab, oraliqqa tayyorlaninglar. 4 dona test tashlab qo'yibman oraliq nazoratda. Ustoz, bu testlar modulda boring. Modul tashlab qo'yibman, modullar. Telegram gruppaga tashalmaydi, moduldan ishlab o'rganasizlar. Aralıkdan damla shu modulda ketin bo'ladi axirang.
Girip Google'daki turup testler düşedi şu an işletmesemiz aralıkta. vakt belgilenadi Lekin unda unda. soni kam bo'ladi. Hozir har qaysisida 60, 70 har xili-ku. Keyingilarda 40 dan joylabsiz. 40 Keyingi birlarida mavzularda. 40 birlarida 60 boshqa har xil bo'lib ketdi u. Mavzusini qarabda. Lekin oraliq nazoratda yo 20 yo 25 etib qo'yaman. Oshib borsa 30 bo'lishi mumkin, lekin vaqt belgilanadi unda. Vaqt va urinishlar soni belgilanadi. Tushundingizlarmi? Damlashindagina urinishlar soni deb turibsiz-ku. Masalan, men 2 marta ishlasam, birinchida ko'proq, ikkinchida ozroq ball oladi bo'lsam, ko'proq ball olingani inobatga olinadimi yo keyingi ishlaganim inobatga olinadimi? Ko'proq ball olingani shu. Ko'proq ball olganingiz hisob inobatga olinadi. Tushunarli. Qaysisini masalan birinchi urinishda yuqori olsangiz, shu birinchini bahosi qo'yiladi. Ya ikkinchi urinishda yuqori olgan bo'lsa, shu ikkinchiniki qo'yiladi. Masalan, damlayni oraliq nazoratida internetdami yo bir muammo bo'lsadan yaxshi ishlab bilmasak, keyinchalik shu bahomiz pastroq bo'lsa, testda olgan baholarimiz, darsda qatnashishimiz bizga plyus bo'ladimi yo u inobatga olinmaymi? Plyus bo'ladi. Laboratoriyalarningiz ham shu darsda qatnashganlarning hammasini belgilab qo'yaman. Qatnashmaganlar uchun minus bo'ladi, qatnashganlar uchun plyus ataman shu oralikda. Shuni starostalar aytib qo'yinglar. Men yo'qlama aytib qo'yaman hozir. Prosta adlaringizni o'qib yo'qlama aytmay turibman. Mana chatda yo'qlama aytib qo'yaman-da. Chatdagina hammasini o'zim jurnalimga plyus minus aytib qo'yaman buni har darsda. Bu hammasini hisob kitobi bo'ladi mana. Bir darsda 30 odam qatnashadi, bir darsda 40 odam qatnashadi. Lekin sizlarda общий 120 dan ziyod talaba bor. Hamma darsga girmay o'tiribdi. Bular umuman girmaganlar ham bo'lishi mumkin darsga. Men endi bilinman-ku ko'pchilik bo'lganlaringizdan keyin. Shuni girmay yurganlarga aytib qo'yinglar. Domla shunday deb aytdi, hisob kitob qiladi ekan oxirida deb. Tushunarli domla aytamiz, Hammasini ogohlantiramiz domla. inobatga olamiz. Bu darsda qatnashgan uchun ham plyus bo'ladi bu talabalar. FMS'da yo'qlama bo'lmay turibdi. Shu FMS'da yo'qlama bo'lganda ko'raradingizlar. O'sha ham chakrilta qolib ketaradingizlar sizlar. FMS'da yo'qlama bo'lmay turibdi. Yo'qlamani ochib bermay qo'yibdilar-da FMS'da. Bo'lmasa FMS'da yo'qqa qo'ysam sizlarni уже yiqilib ketaradingizlar. Oraliqqa ham kirib bilmasadingizlar. Shunga orqani yurtdi bular. Ogohlantiramiz domlami, xabardor etamiz. Ogohlantirib qo'yinglar shuni. Hammasini yetkazib qo'yinglar. Shuning deb aytdi domlalar. Bu yozma yurtdi, yo'qlama aytmay yurtdi deb girmay yurtdilar. Lekin men o'zim jurnalimga plyus minus aytib qo'yaman. Kim darsa girdi, hammasini odi familiyasini yozib, to'g'risini chislama chislab plyus minus qo'yib qo'yaman. Shuni oxirida hisob kitob etamiz uni hammasini. Ustoz meni bora qo'yib qo'ying, men hamma darsda boradim. Sen yaxshisan qatnashasan hamma darsda. Ben plyus qo'yib kelyapman. Neda shu sentyabrdan beri hamma darsda bormanda men. Hı. Bo'ldi. Yaxshi. Yaxshi, yaxshi rahmat domla sog' Esa bo'ling. bugungi darsimiz tamom. Bu hozir zapis etdim, videosini ham hammasini tashlab beraman Telegram gruppalarga. Yaxshi, yangi kitobni tashlab qo'ying. Kitoblarni tashlab beraman. Yaxshi, rahmat sog' bo'ling. Esa darsimiz tamom. Xayr. Xayr. Yaxshi, rahmat domla. Yaxshi.